Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana antiqa pechkamizni kutib olinglar. Shuncha pechkani tepaga pastga qilib karnegini qo'ysak ham pechkada o't yonib turibdi mana. Umuman tutun qaytarmaydi. Hozir ko'rsatib beraman mana. O't faqat ichiga tortadi. Ko'rinayotgan bo'lsa mana ichiga tortyapti. Xo'p, bu pechkamizni qalinligiga e'tibor beringlar. Qopqog'ini 6 lik qilganmiz. Chunki qiziganda agar eshilib qolsa tutadigan bo'lib qoladi. Keyin eshiklarini ham qalin qilamiz. Palasasini, atrofidagi palasasini to'rli qilamiz. Eshigini ham to'rli qilamiz. Yonini 3 lik qilamiz. Bu pechkamizga 10 yilga garantiya beramiz. Keyin yangilikdan qilamiz. Narxiga kelsak, bu pechkamizni narxi 700 ming. Yetkazib berish xizmati ham bor. Vodiy bo'ylab 150 mingga yetkazib beramiz. Toshkentda Qo'ylig'igacha 200 mingga yetkazib beramiz. Voha tomonlarga 300 mingga yetkazib beramiz. O'zini narxi 700 ming. Agar mahsulotimiz yoqqan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Mana o't yonib, pastga, tepaga bo'lib chiqyapti. Shunda ham pechga umuman tutagan yo'q. Shu tutamasligini hisobini olib qilganmiz.